Tojiyevning jamoasi ustunlik qilyapti. Zaytullayev esa ko'pincha baribir asabiy holatda kuzatishga majbur, chunki jamoasi hujum tashkil qila olmayapti. Gol do'stlar, hisob ochildi. Bunyodkor jamoasi to'p olib chiqyapti o'z darvozasidan. Doston Hamdamov mavsumdagi 7-golini bosh bilan emas, shogirdlari ikkinchi taymda tezkor gol qabul qilib olishdi. Rezandan uzatma. Rezan o'tgan turda Chinedoga assist amalga oshirgan edi. Bugun esa Hamdamovga to'pni yetkazib bermoqda. Ikkinchi qavatda uni hech kim qo'riqlamadi. Xotirjam tarzda to'pni darvozaga yo'lladi. Aslida mana bu jarima maydonchasi ostonasi juda bir qulay nuqta emas bosh bilan zarba berish uchun, lekin yonchiqdan to'p tashlab beriladi. Pas. Bo'sh darvoza va gol! Mash'al raqib darvozasini ishg'ol etyapti Ismoilov. Himoyadagi xatodan foydalanib ketdi. Mash'al bugun ham boshladi. Nasab bilan o'yinda birinchi bo'lib gol urdi va durang o'ynadi. Bugun OKMK bilan mehmondagi o'yinda ham birinchi bo'lib gol urdi. Himoyachi va darvozabon bir-birini tushunmadi. Mana Akramov to'pni uzatdi. Ahmadaliyev va Ilyosov bir-birini tushunmadi. Kimni to'pi edi bu? Ikkalasidan ham to'p o'tib ketdi. Javohir ham yeta olmagan ekan. Dilshod ham ulgurdi. Yuqoridan to'p boshirildi. Zo'r vaziyat, shot tenglashi mumkin va gol! Bu OKMKning javob goli va oxirigacha kurashib Asadbek Sobirjonov darvozaga to'pni tushiryapti. Uni turgan nuqtasini to'g'ri chamalab, to'g'ri nazorat qilib, mana oldinga kelgach, yonidan to'pni o'tkazib darvozaga tushiryapti. Tentakudan uzatma, Fayziyevni boshidan to'p Asadbek Sobirjonovga keldi. Mana kutilmaganda Fayziyevdan keldi, pas bo'ldi va to'pni sekin to'xtatib, himoyachidan o'tib, darvozabonni ustidan yonidan oshirib, darvozaga joyladi. Chiroyli gol. Bu haqiqiy hujumchi, markaziy hujumchidek tutdi o'zini. Saidafzal Ahrorxoniga Ahmadulla Muqimjonov tushdi va gol! Bu orada OKMK gol urib ketdi. OKMK bu orada gol urdi, baribir so'nggi daqiqalar jamoasi bu OKMK. Gol kimning hisobiga yozildi ko'ramiz mana. Tursunqulov yuqoridan yetkazib berdi. Mana shu joyda bosh bilan zarba Karimovning hisobiga yozildi. Himoyachilar gol keltiryapti. Ya'ni Abror Karimov boshi bilan to'pni darvozaga yo'naltiryapti. Chalg'ituvchi rolda Avazbek O'lmasaliyev. Unga to'p tegmadi, lekin u chalg'ituvchi rolda. Abror Karimov o'z hisobiga gol yozdi. 2-1. OKMK juda qiyin o'yinni yutyapti. To'p jarima maydoniga yetkazib beriladi. Yetkazib berildi, ham zarba yo'llandi va to'p darvozaga borib tushmadi. Ammo 11 metrlik penalti bor. Shodiyor Shodiboyevning mehnati va mana bu pallada yaxshi o'ynadi. Temirxo'janing yo'llagan zarbasi, yana uning zarbasi, mana bu yerda esa qoidabuzarlik Nodirjon Soipov tomonidan yana bir marotaba ijro etilmoqda. Temirxo'jaga e'tibor qiling, yo'llagan zarbasini, lekin Mitrovic ham qoyil maqom. Yana Temirxo'janing o'zi tepdi. Zarba va gol ham bor. Lokomotiv 1-0 hisobida oldinga chiqib olmoqda. Temirxo'ja Abdu Xoliqov gol muallifi. Nihoyat gol. To'p yo'nalishini Yunan Mitrovic topgan, ammo to'pning tezligini ko'rib, qo'lini ham cho'zmayapti. Bu to'pga yetish mumkin emasligini dastlabki soniyadoyoq tushunib yetgan edi. Endi 4-daqiqada, demak, barcha o'yinlarda gollar kiritildi. Sardor Mirzayev to'pga yetib bordi, yetkazib berdi Temirxo'ja. Temirxo'jadan kuchli zarba edi va yana bir penalti. To'p qo'lga tegdi deb hisoblamoqda Temur. Maydondagi raqibi, to'g'ridan to'g'ri raqibi Lobcha Doriyevga yetib oladi. Shunchalik kuch bilan tepdiki, himoyachining qo'liga tekkan to'p
qo'lini yuqoriga ko'tarib yubordi. Qo'l tabiiy holatda emas ekan. Temirxo'janing zarbasi va bu safargisi ham muvaffaqiyatli chiqmoqda. 8-gol mavsumdagi o'yindagi 2-gol Dubet tomonga, birinchisini o'ng tomonga, ikkinchisini esa chap tomonga yo'llagan holda. Bu safargisini ham Milan Mitrovic topayapti-yu, lekin ulgurmayapti. Bo'lsa ham, bu yoqqa bo'lsa ham uralayapti. Amrayev o'zi tepada, Ha, bolajon. Lokomotivning hujumi davom etadi. Lekin qiyinroq. Mana imkoniyat Abrayevda, zarba va gol! 3-0. Quvonch Abrayev baribir gol urdi. Juda ham yaqin. Qoyil maqom ijro mana bu yerda. To'pni tepalmay qolgan edi, biroz alam qilgan. To'p aylanib o'rgilib yana o'ngga kelib tushyapti. Va endi bunisidan foydalandi. Mitrovic ulgurmadi. Uchun yaxshi gol, yaxshi ijro. Mana imkoniyat bo'lishi mumkin. Lobchadoriyev o'zi hal qiladimi? To'pni tepdi. Yana bir imkoniyat. Zaymovich harakati va gol bilan yakunlanmoqda. Boya aytgan edim, bitta golga haqli edik. Aynan mana shu 6-daqiqada Lokomotiv darvozasini ishg'ol etdi. Yana o'sha Doriyev hammasini amalga oshirgan edi. Zarba yo'lladi, Kocherenko qaytardi. Zaymovichdan esa mana bu tariqa yo'llangan zarba. Xo'ja Xoldorxonov Doradan uzatmasi, kurash va gol! Mashal bir ro'bar Andijon Buxoro 1-0. Biz esa takroran ko'rishimiz mumkin epizodni. Sirpanib ketgan ekan hattoki Xo'ja Xoldorxonov. Turg'unboyev bu yerda tuzatma berish mumkin. Aytganda birinchidan gol boshdan so'raydi. Shahzod esa asoslari ostidan o'tkazib yubordi. Bemalol qaytarib qo'yish bo'lyapti. Mana Cheran zo'r nuqtada o'ng qanotga to'pni yetkazib berdi. Karimov zarba va gol! Karimov bu qanday futbolchi? Sehrli tayoqcha degan so'z ishlatlardi avvallari. Hamidulloh Karimov yana gol uryapti. Yana zaxiradan tushib darvozani ishg'ol etyapti. Xavfli hisob. U oldinga bordi, vaziyatga ega bo'ldi. Takroran ko'rishimiz mumkin. Qoyil bu Islomjon Ahmedovning topilmasi. Islomjon Ahmedov mana shunday yangi yulduzni kashf qilyapti Bobur Arenada. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bitta harakat bilan himoyachini chalg'itib oldi, gol urdi va mana bunday sabr. 21 yoshli futbolchi Hamidulloh Karimov. Va bundan hozircha foyda bo'lmadi va mana vaziyatda esa yana baribir mezbonlar to'pni olib qo'yishyapti. Ularning tezkor qarshi hujumi bartaraf etildi. To'p yana mehmonlarda va ularning o'ng qanotdan hujumiga e'tibor qaratamiz. Va zarba yo'lladi, gol! 3-daqiqadayoq Navbahor hisob. Va hozir Navbahorning gol urishi keyingi daqiqalar ham ajoyib o'tishini belgilaydi va Navbahor jamoasiga qoyil qolish kerak. Ajoyib gol. Mana shu vaziyatda o'zining shu individual mahorati evaziga Navbahorni hisobda oldinga olib chiqyapti. Takroran ko'ramiz. Counter pressingda to'pni qaytarib olishdi Navbahor futbolchilari. Mana shu yerda ham jamoaviy hamjihatlikda yaxshi o'ynadi Navbahor va mana o'sha zarba. Chalg'ituvchi vazifasini ham bajarib bergan futbolchi bor. Uni ham e'tirof etib qo'yishimiz kerak. Diyor Xolmatov to'pni olib qo'ydi. Shu yerda Diyor Xolmatov to'pni olib qo'ydi. Uni bu hujumda, bu goldagi o'rni juda katta deb o'ylayman.
Mana bu endi Jiyanov ekan. Jiyanov ham o'zi bilan bitta himoyachini olib ketib, kichkina yo'lak ochib berdim. Shuning uchun bu jamoaviy to'p sakrab keldi, shuning uchun ham Botir Ali Ergashevga noqulaylik tug'dirdi bu to'pni qaytarish. Uzatishga harakat qilish kerak. Burchak zarbalari bo'yicha 7-2 bo'lib ketdi hisob. Neftchi sezilarli farqni oldinga chiqib oldi bu borada. Yuqoridan mana uzatma, yo'q bu zarba edi menimcha. Gol! Anvar G'ofurov, Jamshid Iskandarov baribir uzatmani berdi. Jamshid baribir Da Vinci kabi Mona Lisa chizdi, Bethoven kabi oy sanatasini yaratdi va Gaudi kabi Sagrada La Familia'ni yaratdi do'stlar. Baribir biz shunday epizodni ko'rdik. Va G'ofurov barobar. Mana derbi do'stlar. O'zbek futbolining shoh asarini ko'ryapmiz. Yusupov respekt, ammo u ham ulgurmadi. Jamoasini qutqarib qolyapti mag'lubiyatdan oxirgi soniyalarda. Takroran ko'ramiz. Bo'sh. Qarang, qanday hududga to'pni uzatib bergandi Iskandarov. Bravo. Wow! Do'stlar, jahon chempionatida bir futbolchi maylotini aytmayman. Rom yana darvozabonga Nikola Stosich oldinga tepib beryapti. Ikkinchi qavatdagi kurash yaxshi o'ynadi Xorazm futbolchisi. Mana endi Ulug'bek Hoshimov zarba va gol! 34-daqiqa. Xorazm o'yinda hisobni ochishga muvaffaqiyatli nuqtaga yetib bordi va zarba yo'llashda ham taymingni ushladi. Bu yerda ham himoyachining xatosi. Ikkinchi qavatga yutqazib qo'ydi Rostonbek Tursunov. Asl pozitsiyasi himoyachi emasligi ma'lum bo'lib qoldi. Rustamjon Abduhamidov uzatmasidan so'ng Hoshimov hujumni muvaffaqiyatli yakunlamoqda. 1-0 mezbonlar oldinda. Bahromov o'ng qanotga yaxshi imkoniyat, to'p yetkazib berildi. Ikkinchi qavatda to'p uchun kurash. Yana imkoniyat Chalada. Qaytarildi. Yaqin masofadan gol urib ketmoqda hozir. Bobur Abduxoliqov tomonidan kiritilgan gol inobatga olinadi. 1-0. Nasaf o'z maqsadi. Xo'p, mana yetkazib berildi. Qaytarildi to'p. Hammasi joyida. Bu safar ham joyida. Ofsayd yo'q, qaytarildi. Menimcha Boburda ofsayd yo'q edi. Hozir yana bir bor. Shaladan uzatma. Mana shu yerda yo'q ekan ofsayd. Bosh bilan o'ynaganda yo'q ekan va Bobur to'pni to'xtatib, to'g'rilab keyin darvozaga joylashtirdi. 1-0. Birinchi raqamda Shahzod Akramov. Himoya markazidagi futbolchilar 4-chi Asliddin Toshtemirov hamda 14-chi raqamda Ibrohim Yo'ldoshev. Hozir yaxshi imkoniyat va hisobni ochmoqda. Qo'qonliklar 2-daqiqada men tarkibni hali to'lalikcha aytib ulgurmagandim, ammo Qo'qon 1912 aniqrog'i 9 edi, boshqacharoq edi. Yana bir bor ko'ramiz takroriy lavhani. Himoyadan boshlangan hujum. Mana bu yerda ozgina qo'l harakati bor ekan, bu hushtak chalish uchun yetarli emasligini ko'rdik. Ajoyib yurishni davom ettirdi Igor Kondratyuk. E'tibor bering, endi bunaqa holatlarda qo'l harakati borligini ko'rmoqdamiz, lekin muvozanatni yo'qotmadi Dinamo vakili, ammo u yog'iga Igor Kondratyuk birga bir holatda tezlikni qanday namoyish etdi borasida hayajon bilan bahsni tomosha qilib borishadi. Dinamo ishqibozlari esa tezroq vaziyatni o'nglash, durang natijani xohlamaydi. Albatta samarqandliklar ular g'alabani istashadi. Tezroq vaziyatni o'nglab yana g'alaba gol uchun harakat qilishni xohlashadi va hayajon, xavotir bilan bahsni kuzatib borishadi. Neytral tarzda kuzatagida bilan bo'ladi. Hisob 1-1. 6 daqiqa ichida biz ikkita gol ko'rmoqdamiz. Anvarjon takror lavhani kuzatamiz. Yuqoridan uzatilayotgan to'p. Mana bu yerda kurashni yutqazib qo'yishdi mehmon jamoa vakillari. Yuqoridan uzatilayotgan to'p, keyin esa kurashda markazga tashlab berilyapti. Bu borada faollik ko'rsatgan Oybek O'rmonjonov edi.
adashmasam to'pni yuqoridan yetkazib bergan Jahongir bo'ldi shekilli. Biz qo'qonliklarning mana bu yerda to'p yuqoridan uzatilyapti. Qo'l ko'tarilganga o'xshab ko'rindi Salimovda menga. Mana shu yerga diqqat qilaylik. Katta ehtimol bunga Jasur Muxtorov menimcha penalti beradi. Zarbani amalga oshirdi, aniq tarzda yuqoriga qarab joylab qo'ydi to'pni va bu zarba gol bilan tugadi muhtaram do'stlar. Penaltini takroran ko'rmoqdamiz. Juda ishonchli tarzda amalga oshirdi. Mutlaqo imkoniyat qoldi. Moyning chaproq nuqtasida Mixail Shtefan o'ng tomonga yaqinroq. Jumaboyev nima uchun o'ngga tushdi? E'tibor bering, chunki zaxiradan bahsga qo'shilgan Jahongir O'rozov chap qanotni egalladi. O'ng qanotda Radayev o'ynayotganda, Jumaboyev shunda chapda edi. Radayevning o'rniga O'rozov tushdi. Lekin O'rozov chap qanotga tushdi. Jumaboyev, ajoyib! Mana bitta imkon! Gol! 69-daqiqa. Shipilov albatta norozi. Ajoyib bo'ldi. To'p uzatilishiga qarang. Mana bu pasga qarang, qanday chiqdi. Biroz avval zaxiradan maydonga tushgan futbolchilar. Obloqulovning pasi. 5 balli tizimda 6-7 qo'yib yuborsa bo'ladi-yu bunaqa pasga. Javohir yuqoridan uzatib bermoqda. Zarba! 3-2 Silvanus Nemeli. Va qanaqa o'yin ko'rsatib berishyapti bular? Otishmaga aylanib ketyapti. Yana ko'ramiz. Silvanus Nemeli. Kim qo'rqilayotganda? Nurullo To'xtasinovmi? Nurullo To'xtasinov bo'yi astroqda Silvanus bilan